Voy. Hozir obunachilar ham obuna bo'lishmayapti. Agar obuna bo'lishganda ancha ko'tarilib ketardik. Siz prosmotrlar yaxshi bo'lyapti, lekin like va obuna yoki komment bo'lmayapti. Endi 32 ta obunachi bo'ldik. Tez obuna bo'lishganda yaxshi bo'lardi. Hop, endi yangi videoni joylaymiz. Va ana qo'yildi. Endi kimdir telefon qilyapti. Alo. O, janob mer. Sen meni uyimda chekar ekan. Yo'q. Uyimda oldiga kel. Senga ish bor. Men oldiga kel xullas. Bo'pti. Hop. Video boshlanib ketibdi. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men O'sha Zuko. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosmaymiz. Chunki sababi esa sizlar uchun video chiqaryapman. Hammangiz obuna bo'lsanglar, hatto Telegram kanalda ham modlar bor. Yuklamoqchi bo'lsanglar, mod istayotgan bo'lsanglar, sizlarga ma'lumotlar bor. Kommentariyaga video haqida ma'lumot yozib ketinglar, chunki menda g'oyalar tugay boshladi. Va ketdik merda oldiga. Ochamiz, yopamiz va ketdik. Hech qaysi qishloq yo'q, qishloqlarda oldiga borib ko'raylikchi. Nima muammo bo'lyapti ekan. Yo'limdan chiqqan qishlog'ini oldiga borib so'rayman. Oho, tepalar, oho. Salom. Qishloqlar yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zingcha Zuko. Sal yomon. Nimaga? Obunachilar YouTube kanalimga obuna bo'lishmayapti. Ha. Zuko obunachilari Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Nima muammo bo'lyapti? Hammanglar bir joyga to'planib olibsizlar. U men uyim tarafda hech kim yurmayapti. Ha, sen ertalab uying tarafga bordik. Lekin uyingda uxlayotgan ekansan. Qaytib ketdik. Nimaga? Narsa yo'qolibdi-da, Jinju. Kimning narsasi yo'qolib? Ha, mana meni stoli yo'qoldi. Orqadagi qishloqda kompyuteri, orqadagi yana bitta qishloqda uni ham kompyuteri, boshqa qishloqlarda ba'zilariga uyda bloklar yo'qolibdi. Uxlayman degan paytda yonib ketgan ekan. Bitta joylari o'zgartiraman debdi. Shunaqa qilib ko'p narsa yo'qolgan ekan. Bo'pti, men merda oldiga ketayotgandim. Ha, biz merda oldiga bordik. Mana hech bo'ladi bilmayman, meni ham narsalarim yo'qolyapti dedi. Senga ish bor ekan. Qanaqa ish? O'sha oldiga borsang aytadi. Bo'pti, xayr. Mayli. Merda uyini oldiga boramiz. Ish qilib daraxt topishib bo'lmasin. Daraxt topishdan zeriktirib yubordim men. Obunachilar endi ketdik. Merdan o'zi o'tirib ketgan. Salom mer, nima gap? Gap yo'q, senga ish bor. Qanaqa ish mer? O'zi. Qanaqa ish? Menga marta daraxt chopibdi. Qayerdan? Uyimni orqasidan. Shunga ham qiynalasizmi bir mer ekansizda shunaqa? Ha, chopga berasanmi yo qishloqdan haydalasanmi? Yo'q, mer chopga beraman. Bolta berasizmi yo o'zimni boltamni ishlataymi? O'zingni boltani mendan qizg'anyapsanmi shunda? Yo'q, bo'pti. Hozir 20 ta, 10 ta kerakmi? Ha, mer. Ha, 10 ta bo'lsa 10 ta ham yetadi, 5 ta ham yetadi. Yo, balet. Disketega voho. Yo, vatta. Qo'lim nima bo'lib qoldi? Xullas obunachilar Minecraft o'ldi. Enasining uyini ko'rdi, xullas obunachilar. Hop. Va bunga nima? Obunachilar endi daraxt topishga ketamiz, bunday qilib yursak ancha yaxshi. Mana shu yerdan boshlab topib ketamiz. Va obunachilar endi daraxtlar chopamiz. Chopdik. What the fuck? Obunachilar buni qaranglar. Sandiq. Bu yerda ham bor.
ochganda mana temir blok bor ekan, yarimtali blok, daraxtlar, non, stol, hali mikrovolnovkami, shunaqa, ikkita televizor, kompyuter va oltin bolta. Meniki kuchliroq ekan. Va eng muhimi mashina bor ekan. Hozir ochamiz. Bizda lapatka bor va obunachilar endi lapatkani mana va obunachilar endi maytlarni ham buzamiz va bizga shunda loy ekan mana bu. Loy bo'lmasa yana nima bo'lishi? Endi obunachilar endi maytda buzsak yetsa kerak. Xullas obunachilar endi bu mashinalarni chiqarib olamiz va video tugadi. Agarda sizlarga ham shunday modlar kerak bo'lsa, Telegram kanaldan yuklab olinglar. 30 Facebook ketdi, mod ko'payib ketdi. Voy. Kanalga obuna bo'lib videoga like, subscribe va yanagi videolarda ko'rishguncha